Bugungi kunda dalalarda hosilni ko'paytirish va yer sifatini oshirish muhim vazifalardan biriga aylangan. Xo'sh, siz bu natijalarga erishishning oddiy, arzon va foydali usuli haqida bilarmidingiz? Hozir sizni biochar va uning ajoyib xususiyatlari bilan tanishtiramiz. Biochar, ya'ni bioko'mir, yog'och, o'simlik qoldiqlari, g'o'zapoya, chorva go'ngi va boshqa organik chiqindilarni kislorodsiz muhitda kuydirish orqali olinadigan tabiiy mahsulot. U tuproq tarkibini boyitib, o'simliklar uchun zarur bo'lgan ozuqa elementlarini ko'paytiradi. Namlikni uzoq saqlaydi. Foydali mikroorganizmlar faolligini oshiradi. Eng muhimi, unumdorligi past bo'lgan yerlarda ham a'lo natija beradi. Biocharning g'ovakdor tuzilishi tuproq strukturasini yaxshilaydi, suvni o'zida uzoq vaqt ushlab turadi va havoning aylanishini muvozanatlashtiradi. Bu esa ekinlarning ildizi uchun eng qulay sharoitni yaratadi. Shuningdek, biochar tuproqda karbonat angidridni 100 yillab saqlash qobiliyatiga ega va u kimyoviy o'g'it sarfini bir necha barobarga kamaytiradi. Xo'sh, u qanday tayyorlanadi? Tayyorlash jarayoni juda oddiy. Dastlab 2x2 yoki 3x3 metr o'lchamdagi konussimon shaklda xandaq qaziladi. Keyin g'o'zapoya maydalanib, xandaqqa joylashtiriladi. So'ng chuqurlikdagi g'o'zapoyalar ustidan, aniqrog'i yuqori qismidan olov yoqiladi va cho'g' holatiga kelganda unga suv sepiladi. Shundan keyin xandaq usti tuproq bilan kamida 4-5 soatga yopiladi. Natijada ekologik, toza va samarali biochar tayyor bo'ladi. E'tiborlisi, undan foydalanayotganda dalaning barcha qismiga teng miqdorda yetib borishini ta'minlash zarur. Shundagina u siz kutgan samarani beradi. Nega bu texnologiya shu qadar muhim? Bilasizmi, paxta maydonlari o'zi karbonat angidrid gazini, ya'ni issiqxona gazini yutuvchi, kamaytiruvchi manba hisoblanadi. Biroq bu jihatga yetarlicha e'tibor qaratilmaydi. Bugungi kunda yurtimizning 875 ming gektar dala yerlarida g'o'za ekilib, 3.8 million tonna paxta xom ashyosi yetishtiriladi va o'rtacha 5,5 million tonna g'o'zapoya olinadi. Afsuski, g'o'zapoyaning 1 tonnasi parchalanganda atmosferaga 2,5-3 tonna karbonat angidrid ajralib chiqadi va havoni zaharlaydi. Demak, 5,5 million tonna g'o'zapoya parchalanganda esa atmosferaga qariyb 16.5 million tonna karbonat angidrid ajralib chiqadi. Atmosferaga yetkazilayotgan bunday zararni kamaytirish hamda paxtadan qo'shimcha daromad olishning eng samarali usuli bu biochar. Masalan, 1 gektar paxta maydonidan o'rtacha 6-7 tonna g'o'zapoya olish mumkin. 1 tonna g'o'zapoyadan esa o'rtacha 450-462 kilogramm biochar ishlab chiqariladi. Ahamiyatlisi, bu mahsulot 1 tonna karbonat angidrid gazini 100 yil davomida o'zida saqlaydi. Bu usul g'o'zapoyani parchalashdan ko'ra 3 barobar samaraliroqdir. Bundan tashqari, biochar siz uchun daromad manbai bo'lib ham xizmat qiladi. O'rtacha 1 gektar paxta maydonidan 3 tonna biochar olib, yerga o'g'it sifatida kiritilsa, 6,5 tonna karbonat angidrid gazi saqlab qolinadi. Bu orqali karbon market bozoriga kirish imkoniyatini yo'lga qo'yish mumkin. Misol uchun, bugungi kunda yirik kompaniyalar Shell, Microsoft, Boeing, Walmart, Chevron, Tesla tomonidan 1 tonna karbonat angidrid gazini atmosferaga chiqish emissiyasini kamaytirish uchun bozor va uglerod krediti turiga qarab o'rtacha $90 miqdorida mablag' to'lanmoqda. Demak, fermerlar kelgusida har 1 gektardan 3 tonna biochar ishlab chiqarib, $550-600 daromad olishi mumkin. Ma'lumot uchun, kelgusi 3-4 yil ichida biochar ishlab chiqarish va uni yo'lga qo'yish texnologiyasini o'rgatish bo'yicha hududlarda seminar, treninglar tashkil etiladi. Buning uchun esa malakali olim va mutaxassislar jalb etiladi. Bundan tashqari, ushbu ilg'or tajribani o'zlashtirgan salohiyatli qishloq xo'jaligi korxonalarini karbon market tizimiga kirish uchun faoliyatini sertifikatlash va ruxsatnomalar olish rejalashtirilmoqda. Natijada yer unumdorligi oshadi, hosildorlik yuqori bo'ladi, zararli issiqxona gazlari mutlaqo kamayadi. Fermerlar uchun esa qo'shimcha daromad olish imkoniyati yuzaga keladi. Biochar kelajak uchun toza tabiat va barqaror daromad demakdir.